Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Muhammadov Behruz Hafizovich, umumiy fizika kafedrasi o'qituvchisiman. Bugun sizlar bilan molekulyar fizika kursida navbatdagi amaliy mashg'ulotimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizning mavzusi entropiyaning modda agregat holatini o'zgarish jarayonidagi, ya'ni o'zgartirish jarayonidagi xatti-harakatlarini ko'rib chiqamiz. Qisqacha asosiy formulalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bunda moddaning bilamizki 3 xil asosan agregat holatlari bor. Bu qattiq, suyuq hamda gaz holati. Bizda plazma holati kerak bo'lmaydi. Qattiq holatdan birinchi qattiq holatdan demak suyuq holatga o'tish, fazaviy o'tishlarni ko'rib chiqamiz. Bunda qattiq holatdan suyuq holatga o'tish bu erish deyiladi. Suyuq holatdan qattiq holatga o'tish esa bu qotish deb atalardi. Erishni esa biz konstanta, ya'ni doimiy haroratda deb olamiz. Ya'ni erish paytidagi o'sha temperatura o'zgarmasini va erish haroratini T erish bilan belgilaymiz. Va bunda bilamizki qattiq holatdan suyuq holatga o'tayotganda tashqaridan issiqlik miqdori oladi. Mana shu olingan issiqlik miqdori natijasida modda demak suyuq holatga o'tadi. Bu olingan issiqlik miqdori dq barobar lambda dm ga teng bo'ladi. dq demak bu dm massali o'sha moddaning erishi uchun zarur bo'ladigan issiqlik miqdorini bildiradi. Lambda esa moddaning solishtirma erish issiqligiga teng ekan. Qotish endi muzlash paytida esa teskari holatda suyuqlik holatdan qattiq holatga o'tishda bu qotish holati bo'ladi. Qotish holatda modda demak o'zidan energiya chiqaradi va bundagi chiqarilgan issiqlik miqdori ham xuddi yuqoridagi ifodamiz kabi bo'ladi, lekin oldida minus qo'yamiz. Sababi bu minus o'sha energiya chiqarilayotganini bildiradi. Entropiyamiz esa jarayon muvozanatli deb hisoblaganimiz sababli hisoblaymiz. Sababi bu yerda o'sha harorat o'zgarishi erish temperaturasiga nisbatan juda ham kichkina deb olib turib, jarayonda o'sha temperaturasini konstanta deb olamiz. Va entropiya ifodasida, ya'ni dq taqsim t dan dqimiz esa yuqoridagidek lambda ko'paytirilgan dm taqsim t ga teng bo'ladi va bu oldidagi plyus minus qotish va erish uchun ishlatiladi. Demak, lambda dm taqsim t ni birinchi holatdan ikkinchi holatga o'tishda integrallashimiz kerak. Lambda bu yerda moddaning solishtirma erish issiqligi hamda harorati o'zgarmas deb olsa agar, yuqoridan buni ko'rdik va bu plyus minus lambda taqsim t erishda integraldan tashqariga chiqaramiz. Integralda ichida faqat dm qoladi yoki buni quyidagicha yozishimiz mumkin. Integralda ishlab plyus minus lambda m taqsim t erishga teng ekan. Rasmdan ko'rinib turibdiki, moddalar demak tabiatda bir holatdan ikkinchi holatga o'tib turadi. Masalan, suyuq holatdan qattiq holatga o'tishi demak bu muzlash dedik. Qattiqdan suyuqlikka o'tishi bu erish, suyuqlikdan gaz holatga o'tishi bu bug'lanish deyiladi. Gaz holatdan esa suyuqlikka o'tishi bu kondensatsiya deyiladi. Gazdan suyuqlikka qattiq holatga o'tishi bu desublimatsiya, qattiqdan birdan gaz holatga o'tishi bu sublimatsiya deyiladi. Endi bu barcha jarayonlarda, masalan, gaz holatidan suyuq holatga modda o'tishida u nima bo'ladi? Kondensatsiyalanadi. Kondensatsiyalanishda o'zidan issiqlik chiqaradi. Shuning uchun ham uning entropiyasi demak kamayar ekan. Buni hozir quyidagi nimalarda ko'rib chiqamiz. Ikkinchisi, suyuqlikdan demak gaz fazaviy o'tish bog'lanishi. Birinchi bu suyuqlikdan gaz holatiga o'tishi dedikki bog'lanish, gazdan suyuqlik fazasiga o'tishi bu kondensatsiya jarayoni hisoblanadi. Jarayon doimiy demak temperaturada deb olamiz va T o'sha haroratimizda kondensatsiya haroratiga teng ekan. Bu yerda entropiyasi dq barobar o'sha demak suyuqlikdan bu holatiga o'tishda demak suyuqlikka biz energiya beramiz. Mana shu energiyani issiqlik miqdorini olib turib, demak u gaz holatiga o'tadi. Bunda olingan issiqlik miqdori dq barobar plyus minus demak r dm ga teng ekan. R bu bug'lanishning solishtirma issiqlik sig'imi hisoblanadi. Dm esa o'sha massasi bug'lanish uchun kerak bo'ladigan issiqlik miqdori. Dm massali bug'lanish uchun kerak bo'lgan issiqlik miqdori bo'ladi. dq dm massali jismni yoki dm massani bug'ga aylantirish uchun kerak bo'lgan issiqlik miqdori desak bo'ladi. Xo'p, entropiyaning o'zgarishi jarayon muvozanatli holat bo'lganligi sababli buni ham hisoblasak, plyus minus r m taqsim t ga teng bo'ladi. Ya'ni t kondensatsiyalanish haroratiga teng bo'lar ekan.
nisbatiga teng bo'lar ekan. Bug'lanishda entropiya ortadi, kondensatsiyalanishda esa kamayadi. Bu aytib o'tganimizdek, bug'lanish bo'lishi uchun biz energiya beramiz. Mana shu energiya yoki issiqlikni olib turib, demak, o'sha suyuqlikdan gaz holatiga o'tiladi. Gaz holatdan suyuqlik holatiga o'tishi uchun esa bu kondensatsiyalanishda issiqlik miqdori ajralib chiqadi. Shuning uchun ham bunda entropiyamiz kamayar ekan. Hop, moddalar qizishi, qattiq jism va suyuq massasi, demak, suyuq holatdagi jism massasi m bo'lgan moddaning harorati T1dan T2 gacha oshganda entropiyaning o'zgarishini topamiz. Bunda dq barobar m c qs dt, bu yerda demak c qsimiz bu suyuq yoki qattiq holatdagi issiqlik miqdori bo'ladi, issiqlik miqdori hisoblanadi. Agar jarayon muvozanatli bo'lsa, u holatda entropiyaning o'zgarishi plus minus birinchi holatdan ikkinchi holatda o'tishdagi integral m c qs dt taqsim t ga teng bo'ladi. Agar bizda jarayon davomida massa hamda issiqlik sig'imlari konstanta bo'lsa, u holatda ifodani quyidagicha yozishimiz mumkin. Bunda demak delta s'imiz barobar m s c qs ko'paytirilgan ln t2 taqsim t1 ga teng bo'ladi. Agar qizish bo'lsa, ya'ni T2 haroratimiz T1dan katta bo'lsa, agar entropiya ortadi, ln T2 taqsim T1 ham ortadi ifodadagi. Ya'ni ln T2 taqsim T1, ya'ni T2 ortganda bunda ln kattalashadi, ya'ni son qiymati ortadi. Shuning uchun ham entropiya ortadi. Pastda esa sovish bo'lganligi sababli, sovish paytida T2miz T1dan kichkinaligi sababli integral natural logaritmimiz bu ln T2 taqsim T1imiz 0 dan kichkina bo'ladi, ya'ni kamayayotganini bildiradi va demak entropiyamiz ham kamayadi. Mavzuga muvofiq masalalar ko'rsak, birinchi masalamiz 10 gram muzni minus 20 gradus Selsiyadan 100 gradus Selsiyaga haroratdagi bug'a aylantirish uchun entropiyaning o'zgarishini topishimiz kerak. Ya'ni bizga 10 gram muz berilgan, minus 20 gradusdagi uning haroratini demak 100 gradus Selsiyadagi bug'a aylantirish uchun kerak bo'ladigan issiqlik miqdorini topishimiz, entropiyaning o'zgarishini topishimiz kerak ekan. Demak, massa 0,01 kilogramm berilganlar, haroratimiz esa kelvinga hisoblasak 273 gradus Kelvin. Muzdan avval hamma muz eriydi. Birinchi jarayonda demak muz erishi, ikkinchisida esa erigan o'sha suv deymiz 100 gradusgacha qaynash uchun ikkinchi jarayon hisoblanadi. Shuning uchun ham bizda T2miz bu 0 gradus, ya'ni 273 gradus Kelvin, T3imiz esa 100 gradus Kelvin, bu 373 gradus Kelvinni beradi. Xo'p, birinchi holatdagi C1imiz solishtirma issiqlik sig'imiz 2,1 joule taqsim kilogramm ko'paytirilgan Kelvin. Lambda esa 3,35 joule taqsim Kelvinga teng. Chunki bu yerda suvning solishtirma issiqlik sig'imi 4,2 joule taqsim Kelvin ko'paytirilgan kilogramm ko'paytirilgan Kelvin va R bu yerda 2,3 joule taqsim Kelvinga teng ekan. Hop, entropiyaning o'zgarishi quyidagi formula bilan belgilanadi. S1 minus S2miz bu dq taqsim dt ga, ya'ni integral 1 dan 2 gacha. S1 va S2 mos ravishda entropiyaning dastlabki va oxirgi holatlarining qiymati edi. Umumiy entropiyaning o'zgarishi alohida jarayondagi o'zgarishlarning yig'indisidan iborat bo'ladi. Bu aytib o'tdik. Birinchi demak, muzning T1 haroratdan erish haroratiga T2 gacha qizishi, keyin ikkinchi holatda esa T2 ni temperatura, o'sha muzning T2 temperaturada muzning erishi hisoblanadi. Uchinchi holatda esa o'sha suvning T2 harorati, ya'ni muz holatdagi erish haroratidan 0 gradusdan T3 ya'ni 100 gradusgacha bug'lanish temperaturasiga isitishimiz kerak. T4imiz esa 4-chi holatda, ya'ni T3 temperaturada bug'lanadi. 100 gradusda bo'lganda o'sha bug'lanishni hisoblashimiz kerak. Xo'p, m massali muz temperaturasi T1 dan T2 gacha isitish birinchi holatimizda, bu jarayonda issiqlik miqdori quyidagicha teng bo'ladi. Ya'ni m C1 delta T ga. M o'sha eriyotgan muzning massasi, C1 esa solishtirma issiqlik sig'imi, dt esa harorat o'zgarishi bo'lardi. Buni birinchi ifodaga qo'yib, entropiyaning o'zgarishini olsak, m C1 ln T2 taqsim T1 ga teng bo'ladi. Ikkinchi holatda m massali muzning T2 temperaturagacha erishi bu integralda
dq teng m lambda bo'ladi. Lambda bu yerda erish issiqligi. Birinchi ifodaga, demak, birinchi ifodaga qo'ysak, u holatda C2 miz barobar m lambda taqsim T2 ga teng bo'layapti. Uchinchi holatda m massali suv temperaturasi T2 dan T3 gacha o'zgaradi va bunda o'sha S3 imiz T2 dan T3 gacha agar integrallasak, m C2 dt taqsim T ga teng bo'ladi. Yoki bu integralni ishlasa agar m C2 ln T3 taqsim T2 ga teng bo'lyapti. To'rtinchi holatda m massali suvni T3 haroratgacha oshirishimiz kerak haroratini. Bu holatda delta S 4 imiz mr taqsim T3 ga teng bo'ladi. R bu yerda bug'lanishning solishtirma issiqligi edi. Entropiyaning umumiy o'zgarishi esa m C1 ln T2 taqsim T1 plus lambda taqsim T2 plus C2 ln T3 taqsim T2 plus R taqsim T3 ga teng bo'ladi. Agar buni hisoblasak, agar oxirgi demak natijamiz 89 joule taqsim Kelvinni beradi. Taqriban 89 joule taqsim Kelvin ekan. Ya'ni butun jarayon davomida entropiyaning o'zgarishi 89 joule taqsim Kelvinga teng bo'lyapti. Keyingi masalamiz, massasi 2 kilogramm bo'lgan kislorod o'z hajmini birinchi holatda izotermik, ikkinchi holatda esa adiabatik jarayon bo'yicha 5 marta oshirilgan bo'lsa, entropiyaning o'zgarishini topishimiz kerak. Demak, 2 kilogramm massali kislorod berilgan. Birinchi demak holatda V1 katta V2 dan bo'lyapti. Sababi hajmi izotermik demak kamayib o'zgaryapti. N esa 5 ga teng ekan. Ikkinchi holatda esa, ya'ni harorat bu yerda o'zgarmas, sababi izotermik ravishda bo'lyapti. Ikkinchi holatda esa adiabatik holat uchun bu Q teng 0 ga teng bo'lyapti. Entropiyaning o'zgarishini topishimiz kerak. Entropiyaning o'zgarishini formulasi birinchi ifodaga muvofiq demak topardik. S1 va S2 miz bu yerda yana aytib o'tamiz. Boshlang'ich va oxirgi o'sha holatdagi entropiyaning qiymati bo'ladi. Izotermik jarayon uchun temperatura konstantaligi sababli issiqlik miqdori bu o'sha A ga teng bo'ladi. Ish bajarish uchun sarflanardi. A esa izotermik jarayon uchun m taqsim m R T ln V2 taqsim V1 ga teng bo'ladi. Yoki buni quyidagi shaklda ham yozishimiz mumkin. Uchinchi demak formula holatda ham yozishimiz mumkin. V2 taqsim V1 bo'lyapti bunda ham. Xo'p, S1 da agar hisoblasak, agar bu 836.2 joule taqsim Kelvinni beradi. Demak, birinchi izotermik holat uchun entropiyaning o'zgarishi 836.2 joule taqsim Kelvinga teng bo'ladi. Ikkinchi holat adiabatik jarayonda Q2 teng 0 ga, shuning uchun ham demak, adiabatik jarayonda oldingi mavzuda ham ko'rgandikki, entropiyaning o'zgarishi 0 ga teng bo'lar ekan. Shuning uchun ham har ikkala holatning entropiyaning o'zgarishining yig'indisini qarasak, birinchi holat demak 836 joule taqsim Kelvin, ikkinchi holatda esa 0 ga teng bo'lyapti. Shuning uchun ham javobimiz 836.2 joule taqsim Kelvinga teng bo'ladi. Uchinchi masalamiz, massasi 100 gramm bo'lgan vodorod izobarik qizdirib, hajmi 3 marta oshirildi. So'ngra vodorod izoxorik sovitildi. Natijada uning bosimi 3 marta kamaydi. Ko'rsatilgan jarayon davomida entropiyaning o'zgarishini topishimiz kerak. Demak, bizga massa hamda bu yerda vodorodning molyar massasi berilgan. Demak, jarayonimiz izobarik holatda V2 miz teng N V1 ga teng bo'ladi. Ya'ni N'imiz bu yerda 3 marta. Keyingi holatda hajmi 3 marta oshirilgan. B holatimizda esa hajm konstantda, izoxoriy jarayonligi uchun hajm konstantda, bosimimiz esa 3 marta oshirilgan ekan. 3 marta kamaytirilgan. Xo'p, bu holatda topishimiz kerak. Demak, delta S ni entropiyaning umumiy o'zgarishini topishimiz kerak. Ko'rsatilgan jarayonlar davomida entropiyaning o'zgarishi, demak, birinchi bosim konstantda va hajm konstantda sharoitda entropiyaning o'zgarishi yig'indisidan iborat bo'ladi. Umumiy entropiya o'zgarishi, vodorod entropiyasining o'zgarishi ixtiyoriy jarayon uchun oldingi mavzuda ko'rgandik. Bu dq taqsim T ga teng edi. Xo'p, bu yerda demak, Q vodorod tomonidan T haroratda olingan elementar issiqlik miqdori hisoblanadi. Izobarik qizdirilishda entropiyaning o'zgarishi quyidagi ifoda bilan topiladi. Ya'ni delta SP imiz bu 1 dan 2 holatga o'tishda dqp taqsim T katta 0 bo'lyapti va bu dq m taqsim m, ya'ni bu yerda katta m molyar massa, Cp ko'paytirilgan dt ga teng. Cp imiz bu yerda doimiy bosimdagi issiqlik sig'imi hisoblanadi.
To'rtinchi ifodani olib borib uchinchi ifodaga qo'yib quyidagini olishimiz mumkin. Bu yerda m taqsim m cp 1dan 2gacha integrallasa, ya'ni dt taqsim t ni bu m taqsim katta m cp ln t2 taqsim t1 ga teng bo'lyapti. Gay-Luysen qonuniga muvofiq v2 taqsim v1imiz bu t2 taqsim t1 ga teng bo'ladi va 6-chi ifodadan foydalanib 5-chi ifodani quyidagicha yozishimiz mumkin. Delta s cp imiz m taqsim m cp ln v2 taqsim v1 ga teng ekan. Izohorik jarayon uchun hisoblaymiz. Izohorik jarayon uchun yuqoridagi demak entropiya ifodasidan dequyimiz esa m taqsim m cv dt ga teng bo'ladi. 9-chi ifodani olib borib 8 ga qo'yib quyidagi integralni ifodani olamiz. Ya'ni m taqsim m cv ln t2 taqsim t1 ga teng ekan 10-chi ifodamiz. Sharl qonuniga muvofiq esa p2 taqsim p1imiz bu t2 taqsim t1 ga teng edi. Buni hisobga olsak agar 11-chi ifodadan foydalanib 10-chi ifodani quyidagicha yozamiz. M taqsim m cv ln p2 taqsim p1 ga teng ekan. Ya'ni t2 taqsim t1imiz o'rniga p2 taqsim p1 qo'yishimiz mumkin ekan. 7 va 12-chi formulani demak 1 ga qo'yib entropiyaning o'zgarishini topamiz. Ya'ni birinchi doimiy bosimdagi entropiyaning o'zgarishi m taqsim m cp ln v2 taqsim v1 ga teng edi. Doimiy bosimda hajmdagi entropiyaning o'zgarishi esa m taqsim m cv ln p2 taqsim p1 ga teng edi. Mana bu demak 13-chi ifoda umumiy demak nimani entropiyaning o'zgarishini bildiradi. Xo'p, endi biz masala shartiga ko'ra v2 taqsim v1imiz n ga teng edi, p2 taqsim p1imiz 1 taqsim n ga teng edi. U holatda ln p2 taqsim p1imiz bu minus ln n ni beradi. N'imiz bu aytib o'tganimizdek p1 taqsim p2 ga p1 taqsim p2 ga teng edi. Va buni hisobga olsak entropiyaning o'zgarishi m taqsim m cp minus cv ln n ga teng edi. Cp minus cv Mayer formulasiga ko'ra demak r deb berildi. Ya'ni universal gaz doimiysini buni hisobga olsak agar ifodamiz m taqsim m r taqsim r ko'paytirilgan ln n ni beradi. N ni bu yerda 3ligini hisobga olsak agar va son qiymatlarini qo'yib, ya'ni m 0.1 ga teng edi, molyar massamiz bu 2 10⁻³ ga teng edi, universal gaz doimiysi 8.31 ga teng. N o'rniga 3 ni qo'ysak, natijada 457 joule taqsim kelvinni beradi. Javob entropiyamizning o'zgarishi 457 joule taqsim kelvinga teng ekan. 4-chi masalamiz 6 gram vodorodning 6 gram demak vodorod 1.5 darajasi 5 paskal bosim ostida 20 litr hajmdan 10 darajasi 5 paskal bosim ostidagi 60 litr demak hajmga o'tishdagi entropiyaning o'zgarishini topishimiz kerak ekan. Demak massamiz bu yerda 0.006 kilogram ekan. 6 gram V1imiz birinchi holatdagi hajmimiz 0.02 metr kub. Bosimimiz esa 1,5 uni ustida 5 paskal, ikkinchi holatda hajmimiz oshgan 60 paskal va bosimimiz kamaydi. Ya'ni 10 darajasi 5 paskalgacha kamaydi. Molyar massamiz 0.02 kilogram taqsim molni beryapti. Hop, termodinamikaning birinchi qonuniga muvofiq o'sha sistemaga berilgan issiqlik miqdori bu ichki energiyaning o'zgarishi hamda bajarilgan ishga teng edi. Ichki energiyaning o'zgarishi m taqsim mu cv dt ga teng, bajarilgan ish esa p dv ga teng edi. Mendeleev-Klaperon tenglamasidan foydalanamiz, ya'ni pv imiz m taqsim mu r t ga teng edi va bu yerda entropiyaning o'zgarishi C2 minus C1 da agar hisoblab soddalashtirsak agar bu yerda m taqsim mu cv ln t2 taqsim t1 plus m taqsim m r ln v2 taqsim v1 deb beradi. Mendeleev-Klaperon tenglamasidan quyidagiga ega bo'lamiz. Ya'ni t2 taqsim t1 bu p2 v2 taqsim p1 v1 ga teng bo'ladi. 3-chi ifodani 2 ga olib borib qo'ysak agar natijada quyidagi ifodani olamiz. Cvimiz bu yerda vodorodning doimiy hajmdagi molyar issiqlik sig'imi I taqsim 2R ga teng edi va buni hisoblasak I bu yerda erkinlik darajasi 5 ga teng vodorod uchun va 5 taqsim 2 ko'paytirilgan 8.31 bu 20.8 joule taqsim mol ko'paytirilgan kelvinni beradi. Doimiy hajmdagi issiqlik sig'imimiz yoki izohoriy issiqlik sig'imimiz bizda 20.8 joule
taqsim mol ko'paytirilgan Kelvin ekan. Endi doimiy bosimdagi issiqlik sig'imizni topsak agar I + 2 taqsim 2 R ga teng edi. Buni hisoblasak, bu I5 5 + 2 7 7 taqsim 2 ko'paytirilgan 8,31 bo'ladi. Bu 29 butuni demak 1 joul taqsim mol ko'paytirilgan Kelvinni beradi. Umumiy demak natijani agar hisoblasak, yuqoridagi ifodalarga olib borib qo'ysak, bu natijamiz 71 joul taqsim Kelvinni berar ekan. Jarayondagi umumiy jarayondagi entropiyaning o'zgarishi 71 joul taqsim Kelvinga teng ekan. Keyingi masalamiz kokteyl solingan demak qadahda muz kubiga tashlandi. Kontentning o'sha harorati 20 gradus Selsiyaga teng ekan, massasi esa 200 gram. Muz kubigining harorati 0 gradusdan 0 gradus Selsiyaga teng, massasi esa 10 gramga teng. Muz kubigi to'liq eriganda, demak qadahdagi o'sha kokteylning entropiyasi qanchaga o'zgarishini topishimiz kerak. Kokteylning solishtirma issiqlik sig'imi 4-3 joul taqsim kilogramm ko'paytirilgan Kelvinga teng ekan. Berilganlarni yozamiz. Bu yerda esa har qanaqa o'sha masalani yechishda avvalo vaziyatni tahlil qilish lozim. Birinchi o'sha ushbu masalada faol ishtirokchilar bu demak kokteyl va muz hisoblanadi. Boshqa elementlar demak havo, qadah, uning egasi va boshqalar haqida hech qanaqa narsa aytilmaganligi sababli biz quyidagicha ishlaymiz. Ya'ni yopiq tizim uchun entropiyaning oshish qonuni amalga oshadi. Shuning uchun demak tizim entropiyasi o'zgarmaydi yoki ortadi. Entropiya demak o'zgarmasligi uchun tizimning boshlang'ich paytidayoq muvozanatda bo'lishi kerak. Ammo bu holatda muvozanat yo'q. Tizimdagi relaksatsiya jarayoni sodir bo'ladi. Muz eriydi, kokteyl esa soviydi va natijada entropiya ortishini ko'rishimiz mumkin. Sababi issiq o'sha kokteylga muzni qo'shganimizda muz albatta eriydi va bu kokteylning sovishiga olib keladi. Keyingisi bu demak kokteyl va muz ikkinchi faol ishtirokchi bo'lganligi sababli entropiyaning qo'shish xususiyatlaridan foydalanib, umumiy entropiyaning o'zgarishi ikki qismga ajratish mumkin. Bunda tizimning umumiy entropiyasining o'zgarishi delta S qismga ajratiladi va avval kokteylning entropiyasining o'zgarishi delta S kokteyl topiladi, keyin esa muzning entropiyasining o'zgarishi topiladi va natijada umumiy entropiyaning o'zgarishi bu kokteyl entropiyasining o'zgarishi hamda muz entropiyalarining o'zgarishiga teng bo'ladi. Tizim va uning demak qismlaridagi entropiyaning o'zgarishi boshlang'ich va oxirgi holatlari bilan ifodalanadi. Boshlang'ich holatdagi ma'lum o'sha kokteylning haroratiga teng va muzning harorati Tm ga teng. Ammo qadah tarkibining o'sha oxirgi harorati T bizga noma'lum. Uni topish uchun esa issiqlik balans tenglamasidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Issiqlik balans tenglamasi bu, demak relaksatsiya jarayonida kokteyl va muz o'rtasidagi issiqlik almashinuvi sodir bo'ladi. Muz tomonidan olingan issiqlik Q, demak muzning erishi Q1 va hosil bo'lgan suvning demak T1 haroratgacha qizishi T2 ga sarflanadi. Muzning erish qonuniga ko'ra demak muz erishi uchun unga issiqlik miqdori berilishi kerak. Bu demak lambda m ga teng bo'ladi. Ikkinchi, muzdan hosil bo'lgan suvning isishi esa quyidagi formula bilan ifodalanadi, ya'ni Q2 barobar mm cs t minus tm ga teng ekan. Shunday qilib demak muz tomonidan olingan umumiy issiqlik miqdori lambda mm plus mm c t1 t minus tm ga teng. Sababi biz bir marta muz holatidan o'sha suv holatiga o'tdi va suv holatidan o'sha oxirgi haroratgacha u qizidi. Shuning uchun ham ikkita qismga ajratdik. Endi kokteyl tomonidan berilgan issiqlik miqdorini topamiz va demak kokteyl T o'sha boshlang'ich haroratdan natijaviy haroratgacha soviydi. Jarayonda ajralgan issiqlik miqdori quyidagicha bo'ladi: mk ck tk minus t ga. Ya'ni bu yerda mk deganimiz bu o'sha kokteylning massasi, ck kokteylning solishtirma issiqlik sig'imi, tkimiz bu kokteylning boshlang'ich harorati, t esa bu o'sha natijaviy harorat hisoblanadi. Issiqlik balans tenglamasiga ko'ra olingan issiqlik miqdori berilgan issiqlik miqdoriga tengligida. Va ikkala holatni tenglashtirib natijada natijaviy haroratni topamiz. Natijaviy haroratni for ifodasi quyidagicha bo'ladi va har bitta kattaligimiz berilgan bizga, uni o'rniga olib berib qo'ysak agar 288 Kelvinni berar ekan. Muz eriganda uning entropiyasi ortadi
bu jarayon entropiyaning o'sishi quyidagi formula bilan izohlanadi. Ya'ni delta SMimiz 12,2 joule taqsim kelvinga teng ekan. Xo'p, ikkinchi holatda erigan suv harorati T M dan T gacha isigan, ya'ni ko'tarilganda entropiya oshishda davom etadi. Sababi issiqlik olyapti. Ushbu o'sish demak quyidagi formula bilan ifodalanadi. Bunda esa delta SM shtriximiz esa 2,24 joule taqsim kelvinga teng ekan. Shunday qilib muzning demak entropiyasining o'zgarishi 14,44 joule taqsim kelvinga teng ekan. Kokteylning entropiyasining o'zgarishi esa kokteyl soviydi, natijada uning entropiyasi ham kamayadi, sababi muzga u energiya beryapti. Bu kamayishni quyidagi ifoda bilan olishimiz mumkin. Minus ishoramiz bu demak kokteylning o'sha sovishi, ya'ni entropiyaning kamayishini bildiradi. MK CK ln TK taqsim T ga teng edi. Yakuniy natijada kokteylning o'sha entropiyasining o'zgarishi quyidagiga teng bo'ladi. Bunda delta S'imiz teng 0,67 joule taqsim kelvinga teng ekan. Demak, javob 0,67 joule taqsim kelvinga teng ekan. Sababi bizda kokteylning o'sha entropiyasining o'zgarishini so'ralyapti. Xo'p, mavzuga muvofiq mustaqil ishlash uchun masalalar javoblari bilan masalalar demak mustaqil ravishda o'zlaringiz ishlab ko'rasizlar. Qayerdadir agar tushunmovchilik savollar yoki bo'lmasa xatoliklar yoki boshqa muammolar bo'lsa, demak bizga bog'lanishlaringiz mumkin. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.